Bel grejasini davolamasa falaj bo'lib qolishi mumkinmi degan savol bo'lishi ehtimoli bor. Juda ko'pchilik eshitgan bu narsani. Greja bo'libdi, yurolmay qolibdi, peshob chiqarolmay qolibdi, oyoq ishlamay qolibdi degan narsalar. Bularni hammasi nima uchun kelib chiqadi? Masalan, bemorda greja chiqdi, oyoq ishlamay qoldi, to'g'ri xirurgga murojaat qiladi. Bu tez bo'ladigan period. Ya'ni boradi, operatsiya qilib tashlasa, nerv unaqa chuqur zararlanmagan bo'lsa, tiklanib ketadi. Ko'p hollarda protsess sekinlik bilan kechadi. Ya'ni bemorda birinchi u ishla boshlanadi, kuchi kamayishni boshlaydi, peshobda muammolar boshlanadi. Vrachga murojaat qilganda grejani razmeri, MRTdagi holati ahamiyatga ega narsa emas. Bu faqat solishtirish uchun, taqqoslash uchun kerak. Nerv holatini bilish uchun birinchi o'rinda muhim narsa bemorda holati. Ya'ni nevrologik holati juda muhim. Agar bemorda oyog'ida kuch kamayayotgan bo'lsa, siyishda muammolar boshlanayotgan bo'lsa, bu degani nervda chuqur muammolar boshlangan. Ya'ni operatsiya qilib, nervga shans bermasa, to'liq harakatlar yo'qolib qolishi mumkin. Mana yaqinda bitta bemor keldi. Muammosiga 10 yil bo'libdi. O'ng oyog'ida stapada ishlamaydi. Orqaga, oldinga qaytmaydi. Chap oyog'ida ham slabis bor. Bemorni shu paytgacha nima deb lecheniya qilishgan? Greja deb lecheniya qilishgan. Lekin MRTda ko'rganda men hech qanaqa greja ko'rmadim. Bitta asosiy muammo umurtqani kanali torayib 70-80% dan ko'p qismi yopilib qolgan. Uni ikkilamchi stenoz deydi. Ya'ni bu shu paytgacha uchrashgan vrachlari kimga uchrashgan aniq men bilmayman. Balkim travmatologga, neyroxirurgga, balkim nevropatologga uchrashgandir. Uni aniq ajratish kerak. Stenoz nima, greja nima, nerv qanchalik darajada ezilyapti. Bemorda уже 10 yil oldin boshlangan oyoqdagi harakatdagi muammolar. Bilingki, harakatda, sezishda, siyishda muammo boshlandimi, bu og'riqdan ancha jiddiyroq narsa. To'g'ri neyroxirurgga, iliy umurtqa bilan shug'ullanayotgan ortopedga murojaat qilishingiz mumkin. Ya'ni nervingiz to'liq o'lib qolmasdan oldin. Agar nerv to'liq o'lib qoladigan bo'lsa, siz ya'ni nevropatolog, umuman bu sohani tushunmaydigan mutaxassisga borib lecheniya olib yuradigan bo'lsangiz, ertaga nervingiz o'lib qolsa, nechta bemorlar keladi, operatsiya qilib berganman, nerv o'lib qolgan, tiklangan, tiklanmagani qolib ketgan. Sizda ham shunaqa holat bo'lmasligi uchun o'z sog'lig'ingizga qayg'urishingiz kerak.